Ko'ringchi. Iya. Ha? Iya. Ha? Voy, yo'q. Yo'q. Nima? Voy, rahmat. Bemorlarga qo'lini tekkizib, ularni silab davolab kelishi bilan tanilgan qo'qonlik tabib Iqboljon Soliyev sudga berildi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, avvalroq Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tabibning faoliyati qonuniyligi o'rganilganda, unga O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan berilgan guvohnoma muddati 2024-yilning 21-dekabrda tugagani ma'lum bo'lgan. Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi ishni sudga oshirgan. 2025-yil yanvarda jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi Iqboljon Soliyevga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5-moddasi xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilikni buzish birinchi qismi bilan 7,5 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlagan. Shuningdek, uning ijtimoiy tarmoqlardagi videolari odamlarning e'tirozlariga sabab bo'layotgani inobatga olinib, tabibga rasmiy ogohlantirish ham berilgan. Joriy yilning 27-noyabr kuni Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tabibga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5-moddasi 3-qismi xalq tabobati sohasida faoliyat olib borish uchun tegishli huquqqa ega bo'lmagan shaxs tomonidan fuqarolarga tibbiy tashxis qo'yish va ularni davolash xizmatlarini ko'rsatish hamda mazkur xizmatlarni omma oldida targ'ib etish bilan hujjatlar rasmiylashtirilgan. Ushbu hujjatlar sudga yuborilgan.